Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Mehron Shoxuzi P. Va bugungi videomizda ko'rib turganingizdek parkur. Qani boshladik. Biz birinchi navbatda bir narsa aytib o'taman. Bu yerda lava yo'q, checkpoint ham yo'q, shunga yarasha boshladik. Bularni qurdim. Vaqt eslar. Kamida 2 blok, 3 blok uzoqlikda yetadigan umiddaman. 5 blokliklar ham bor edi, adashmasam. Mayli. O'tib ketaveramiz. Bu yerlardan oson o'tyapmiz, to'g'ri, lekin shunday qiyin joyi borki, u yerdan o'tishni iloji bormi yo'qmi bilmadim. Qaysini tanlasam, qanday qilib tanlayman? Men geniyman-da. Piu. Shu. Jonimiz ketdim. Do'stlar, mana sizlarga aytgan joylarimdan biri. Sekin, hozir ko'raylik chiqa. 1, 2. Lekin 5 blokda ko'rinadi. Do'stlar, bosh 3 dan turish kerak ekanda. Sekingina doy qilib 3 ni topib olamiz. Bu yerni ham 3 ni topib olamiz. Do'stlar, bo'ldi. Bu yerda yana yenilik. Lekin bu yer yenilik qilmaymiz, haqiqatni ishlatib yutamiz. Bo'ldi, tayyor. Do'stlar, mana sizlarga aytgan joylarimdan biri. Do'stlar, mana Nezar olami va majirda mashq qildim. Desam ham bo'ladi 2 martagina. Mana shunaqa joylar borda, respawn bo'ladi-da. Lekin biz baribir o'taman desam, mayli o'tamiz. O'tmaymiz yo'q. Yaxshimisan? Do'stlar, ovqatsin yondi, ovqatin. O'tish qiyin bu yerdan. Tovuq ol nasibangni. Bitta qiynalaman-da. 3-4 talikka oson. Bitta do'stlar, qiyin-da shu. Men uchun qiyin, sizlar uchun bilmadim. Mana 2-3 talik oson, prosta hamma uchun. Beqila ham oson mana. Masalan, ko'rsatib bersam, bir necha blok? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 blokka sakrash oson emas, to'g'ri. Lekin sakrayman, lekin bir blok bu narsa men uchun juda qiyin. Mayli do'stlar, o'yinni davom ettiramiz. Olg'a qani. Yana o'sha joyga keldik, do'stlar. Ana 1, 2. Do'stlar, bu safar chopib boramiz. Juya sapa. Bu joylarga men qo'shiq qo'yaveraman degan umiddaman, agar montaj qilib esimdan chiqmasa. Yoki yoqmay qolsa, yoqmasligi ham mumkin-da do'stlar.
Video olsa yotsagina do'stlar. Ah, do'stlar, muncha qiyin bu yerni, muncha qiyin. Yana bir marta, yana bir. Yomon ketdi. Ver. Do'stlar. Bu yoqqa mikrofon o'tiraman-da, qo'shiq qo'yaveraman. Mayli, bo'ldi. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. 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 Ay, mi gatito, ay, mi gatito, ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, ay, mi gatito, ay, mi gatito, miau, miau. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Yes, do'stlar, o'tdik va nihoyat. Lekin bu yoq unda ham qiyin. Bu yoq ham qo'shib qo'yaraman. Do'stlar, mana va nihoyat yarim soat deganda yetib keldim. Atga shunchaki sakrash, lekin yarim soatda tikrishdiki. O'tdik va nihoyat. Bu yoqga harakat qilib beraman. Bir urinishda 3 ga. Ana. Bir urinishda o'taman deyman-da. O'tdik bir urinishda. Va nihoyat. Bu damlar, lekin bu yerga ham qilib qo'yibdi-ya. Sekin. Mayli. Hozir zo'r narsa ko'rsataman. Tiga. O'xshasin. O'xshadi. Let's go, bolalar. Bro, let's go. Va nihoyat hozir. Mahay yamta barkor qilamiz hozir. O'lma va shuncha o'tib keldim. Iltimos o'lma, please subscribe deyki. Uchta va nihoyat. Do'stlar. Nishonlashni ham bundaqa nishonlash kerak-da. Mana va nihoyat biz o'tdik. Bu juda qiyin, o'zim karta qurdim. Keyingi safar kimlarni chaqiray? Kommentda yozib qoldiring. Unda hammaga xayr. Siz bilan Mironshah Uzubeyda.